Liverpool. Who's the best team on the planet? Who's in football number one? I think answer is only and will not. Do'stlar, mana Liverpool stadioniga ham keldik, tomosha qildik. Juda chiroyli. Har doimgidek Angliya Premier Ligi komandalari stadioniga, qurilishiga, memorial esdalik fan klublari har tomonlama ideal yondashgan juda chiroyli ekan. Juda chiroyli. Mana oddiy holatda Liverpool o'z tarixida egallagan kuboklarni stand qilib chiroyli qilib qo'ygan. Bu narsa nima? Bu turist kelishiga juda katta yordam beradi. Ya'ni kelib tomosha qilishga, ichkariga kirmagan taqdirda ham prosta aylanib ketishga, atrofini aylanishga juda chiroyli ideal narsalar qilingan. Oddiy biz o'zimiz bunyodkorlar ham qilsa bo'ladi shunaqa. Endi uning uchun bunyodkor shayga yarasha kuboklarni egallash kerak mana bunaqa. Kubok bo'lmagandan keyin kelmaydi hech kim ko'rgan. Albatta hazil iloyim erishsin. Niyat qilamiz. Tak do'stlar, endiga navbat Liverpoolni magaziniga. Liverpool magazini o'z ichida nimalarni oladi, nimalari bor, narxlari. Xo'p, Adidas brendi bilan shartnomasi bor kompaniyani. Bu brendni ko'rdinglarmi, ishonaveringlar, narxlar juda baland bo'ladi. Chunki Adidas hech qachon skidka qilmaydi, narxlari hech qachon past bo'lmaydi. Nimaga? Men Chelsea-nikiga bu ko'rdim, Nike bilan qilgan shartnomasi, magazinidagi narsalarning narxi yaxshi. Endi narsa sotib olsangiz bo'ladi bemalol. Manchester City-nikiga bordik. Puma bilan shartnomasi bor. Narxlar juda zo'r. Mazza qilib bemalol narsa olsangiz bo'ladi. Lekin Manchester Unitednikiga, Arsenalnikiga, mana xudo xolis Liverpoolnikiga kelib, bular Adidas bilan hamkorlikda, lekin narxlar shunaqa do'stlar, magazinni ham aylanib chiqdik. Endi sekin orqaga qaytishni boshlaymiz. Vokzalga qarab qaytamiz xudo xolisa.